Hozir o'rtoqlar boshlaymiz. Ozgina qolganlar ham kirib olsin. Chunki saqlanib qilmaymiz-da. Ozodbek gapiring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savol yo'q. Dars ko'rishga kirdim, hozir mikrofon tekshiratdim, ishlayaptim yo'qmi deb o'zimni namoshligimda. Rahmat aka, lekin tekinlar sut berayotganingiz uchun. Arzimaydi, rahmat sizga ham kirib kuzatayotganingiz uchun. Strategiyani boshladik. Bizning bugungi strategiyamiz nomi Foxtrade, ya'ni Foxtrade 3.6.9, ya'ni 369 kod strategiyasi. Foxtrade 369 kod. Ya'ni kod bu, kod. Mana shu kodni sizlarga bugun beraman. Bugun o'rgataman shu kodni. Bu kodda nima narsa ishlatasizlar? Juda oddiy va sodda strategiya qilib o'rgataman. O'zlaringiz bozorda qilib yurgan ishlaringizni to'g'ri yo'nalishda qanday ishlatishni ko'rsataman va kodlarni bilib olasizlar. Kod nimaga asoslanib ishlatishdi. Tak, boshladik. Birinchi yoza olamiz. Tak, Fox 369 kod. Bu strategiyaning nomi 369 kod. Tak, bu ya'ni 369 kod nima? Bu 369 kod ya'ni energiya, chastota va tebranish. Ya'ni Nikola Tesla'ni formulasi, ya'ni sekretniy kod formulasida bu chastotaning raqami hisoblanadi. Ya'ni 369 chastota bu kod hisoblanadi. Aynan bu kodni biz o'zimizda trading sohasiga qanday aloqasi borligini ham tushuntirib beraman va o'shanga asoslanib qanday ishlanishini ko'rsataman. Nikola Tesla'ni hamma biladi. Hamma bilsa, bilmagan odam bo'lmasa kerak. 369 kodni bilmaganlar bo'lishi mumkin. Internetdan qidirib ko'rib olasizlar. Ya'ni bu 369 kod bu chastota raqami hisoblanadi. Ya'ni 369 Hz bo'ladi. Nima? Gerz. Xullas, gerz, ya'ni chastota. Bu chastota hamma narsaga, ya'ni koinotda hamma narsaga aloqasi bor. Даже odamlarning aurasi, nuri bo'ladi, o'zining ruhiga ham ta'sir bor. Ya'ni olimlar isbotlaganki, aynan insonning aurasi, ya'ni chastotasi 300 dan baland yuriydi. Ya'ni 369 kodiga to'g'ri keladi. Hamma narsaga, koinotga nima nuri bo'lsa, hamma narsaning chastotasi, ya'ni 369 chastotasiga to'g'ri keladi. Buni isbotlangan. Undan tashqari, ya'ni chastota, energiya va tebranish uchalasi birga hamohang bo'lib yuriydi. Ya'ni sababi, qaranglar, energiya bor joyda chastota bo'ladi. Chastota bu kuchlanish, ya'ni kuchlanishda, ya'ni sifr, ya'ni 369 chastota bu anon tashkil qiladi. Nima deydi? Tebranishni tashkil qiladi. Chastotasi bu tebranishda, ya'ni umumiy qilib daskanalni tushuntirib berishim, ya'ni aynan o'sha Nikola Tesla'ning o'zini nazariyasini sal savodlar yetmaydi men bilgan narsaga. Men Nikola Tesla'ning bu formulasini tushunishimga aqlim ham yetmasa kerak. Lekin aqlim yetgan narsani tushuntirishimga sizlarga savodlarim yetmaydi. O'shaning uchun ruscha 369 kodni bilib olinglar va uni qanday ishlashni bilib olamiz. Xullas, bizda har qanday, misol uchun bozordagi mana bu tebranish, bizda mana bu maksimum minimumlar to'lqinlanish, ya'ni bozorda volatilность degan so'z bor, bilasizlar? Tebranish, liquidnesslar, volatilность, ya'ni tezligi, bozorning to'lqinlanishining tezligi, liquidnesslar mana bu shakllanishi, to'lqinlanishi, to'g'rimi? Bizda umumiy holatda mana bu bozorning narxlarini tebranishi hisoblanadi. Umumiy holatda tebranish deymiz. Bu tebranishda o'sha aytganimdek chastota ham, hatto energiya ham sababchi. Hatto bizga o'sha chet davlat, misol Onda kompaniyalarida bizga, misol TradingView kompaniyalarini bular dastur hisoblanadi, to'g'rimi?
10 kompaniyalaridan bizga mana bu shamlarning harakatlanishi uchun novostiylar, dunyo jahonda bo'ladigan yangiliklar va narxlar oshib chiqishiga sababchi, ya'ni ma'lumotni yetkazib berish uchun uzoqdan bu yerga kelish uchun energiya va chastotalar sababchi bo'ladi, to'g'rimi? O'shaning uchun mana bu dastur tashkil topgan, dastur. Bizlarni endi aytmoqchimanki, bizlarni mana bu yashil, qizil shamlarimizda buni dastur boshqaradi demoqchi emasman. Ya'ni buni ustini dastur boshqaradi, narxlarning harakatlanishi aniq bir misol mana bu yerda mana bu oldindan yozib qo'yilgan demoqchi emasman. Qaranglar. Mana bu yerda misol uchun maksimum sal qiyinroq bo'layotgan bo'lishi mumkin tushuntirib berishim, lekin men o'zi strategiya o'tganimdan keyin oson bo'lib qoladi. Prosta taksizlar nimaga asoslangan holatda bilib olinglar. Mana minimum maksimumlar, to'g'rimi? Misol uchun bizada mana bu yerda o'sha kodimiz sababchi bo'ladi. 3 yoki 6 yo 9 kodimiz sababchi bo'lib bizaga tebranishni harakatlantiradi, tebranish beradi bozorda. Tebranish beradi va traderlar, ya'ni krupniy igroklar, ya'ni katta pulga ega bo'lgan traderlar, misol uchun 4 million, 5 million dollarga ega bo'lgan traderlar o'sha tebranish bozorda bir harakat berganda, agar ular bo'ldi pastga ketishi mumkin deb turib narx, ya'ni sotib yuborsa, tilani past selga qarab olishni boshlasa, o'shanda bu tebranish davom etadi, harakatlantiradi, ya'ni bozorni harakatlantiradi. Bu yerda igroklar selga qarab olishni boshlaydi va bizda pastga qarab shakllanadi va yana qaysidir kodga keladiki, o'sha kod signal beradi, yana tebranishni ko'rsatadi bozorda. Ya'ni bu dasturga asoslangan narxlar. Bu aynan shu dasturga qo'yilgan kodlar bo'yicha o'sha kodga kelganda bu tebranishni ko'rsatadi. Agar bu tebranishga asoslanib traderlar mana bu yerda hozir bayga ketishi mumkin, qanaqadir engulfinglarga ishonishadi. Misol engulfinglar, mana shu marida haramiy bo'lish, haramiy berish, haramiylar bo'ladi. Hamma trader mana shunaqa signal qaraydi, bo'ldi hozir bozor tepaga ketishi mumkin, anaqa mana bu shamimiz paydo bo'ldi deydi. Lekin u shamni paydo qilish bu dastur, ya'ni kodga asoslangan holatda paydo bo'ladi. Agar katta igroklar mana shunga ishonib turib, ya'ni bayga qilib olsa, ya'ni narx yana oshib ketaveradi. Ya'ni talab va taklif shuni hisobda shakllanadi. Agar igroklar bu agar signal bergan payt, agar o'sha kodga kelgan payt signal bersa, bozorda igroklar agar tepaga qarab sota olmasa hech qaysi, o'sha kod o'sha joyda qolaveradi, ozgina tebranish va yana dalcha pastga tushib ketadi. Aytmoqchimanki, har bitta kodga borganda bozor signal bersa, trendni shakllantiruvchilar bular igroklar. Ya'ni bozorda oldi sotdini amalga oshiradigan traderlarning hisobiga bozor shakllanadi. Lekin tebranishni kodini dastur beradi. Dasturga asoslangan holatda signal beradi. Agar traderlar o'shanga qarab turib pulini tiqsa, bizaga nima shakllanadi? Trend shakllantirib boshlaydi. Kod signal beradi, traderlar selga bosadi, yana shunday qilib trend shakllanadi. Kod yana selga signal beradi, tepaga harakatlanadi, bayga, selga, har bitta shu maksimum minimumlarda dasturlar o'sha kodga asoslangan holatda signal beradi va o'sha signalga asoslangan traderlar bayga, selga olganini hisobida bizada trend shakllanadi. Qo'limdan kelgancha tushuntirdim. Endi strategiya o'tamiz. Bu kodlarni qanday qilib ishlatamiz? Ya'ni 3, 6, 9 kodini qanday ishlatamiz? Bizda mana bunaqa kotirovkalar bor, to'g'ri? Mana bu yerda bizda narxlarimiz bor. Nima qilamiz? 4152 butun 22 qo'ya qolaylik, 33 qo'ya qolaylik. Mana bu bizda kotirovka narxlarda endi. Men yozib olishimiz sababi o'zgartirish borda bizda. O'zgartiradigan joyimiz bor. Mana bu yerda aytaylik 4152
%59 butun ne 33 qilib qo'ya qolaylik mana. Endi qaraylik, bizda ikkita kotirovka bor, to'g'rimi? 3 ta qilib qo'yaylik birdan. 3 taga bizdan sifrimiz. Aynan kodni biz mana shu kotirovkalarga asoslanib o'zgartiramiz. Tak, 4151 tochka 33 qo'ya qolaylik. O'rtoqlar, bizda misol hozir 3 ta kotirovkani yozib oldik. Ana endi bu 3 ta kotirovkada qanday narxni o'zgartiramiz? Narxni qanday o'sha kodga to'g'rilaymiz? Misol uchun mana bizga mana qilib chizib olamiz. Oddiy mana shu chizig'imiz bor, mana to'rtaydigan chizig'imizda. Mana bu yerda nastroykasi bor. Nastroyka tekst keyin mana bunga o'tasizlar. Mana bunga o'tib turib, aynan shu siferni mana shu yerdan o'zgartirasizlar. O'zgartirgan joyi shu. Hozir men birinchi mana bu yerdan ko'rsatib qolay. Misol uchun 4152 aynan shu joyda biz o'zimizda kodimizni qo'yishimiz kerak. Ya'ni 3 bizga bor kodlar 3 6 9 kodimiz bor, to'g'ri? 9 kodimiz bor. Aynan shu koddan kotirovka joyidan o'zgartiramiz kodni. Misol uchun mana bu yerga kelganda 3 ta o'chiramiz, keyin mana bu 2 ni o'chiramiz. Qaranglar, 3 ta sifr qoldi. Kotirovkaga ko'ryapsizlar. 4 ta, keyin tochka, yana 2 ta sifrimiz bor. 3 ta sifrimiz bor. Bizga 4-sifr kod qo'yiladigan sifr joy hisoblanadi. 3 deylik. 3 ni qo'ydik. Tochka 000. Aynan o'sha joyda bo'lishi kerak bular. Voy. 00 mana qaranglar. 4152 ichida bizga 3 ta o'zgardi. Ya'ni 1 punkt o'zgarish qiymat joyini o'zgartiriladi. Ko'rdinglar? 1 punkt qiymat o'zgarish joyini o'zgartiriladi. 4153 joyini qolganini 00 qilib qo'yiladi. Endi bunisiga o'sha kodni qo'yamiz. Ya'ni 3300 bo'ladi baribir. Mana bu 9 uzun joy. O'sha 6 qo'yib qo'yaylik. 3 6 9 6 butun 000. Mana aka o'rtoqlar, ana endi ikkinchisi, uchinchisini o'zgartiramiz. Endi bunda 1 ni o'zgartiramiz. Bunga 9 qo'yamiz. Butun 000. Mana. Biz kotirovkalarni mana shunday qilib qo'yib olamiz. Ya'ni bunday qilamiz. Mana bu instrument ishlatasizlar. Mana shu instrumentni olib bitta bosasizlar, nastroykaga kirasizlar. Nastroykaga koordinatasi bor. Koordinatasini shunday o'chirasizlar-da. Misol necha ekan bu? 6 ekan, bo'ldi. 6 turaveradi o'zi. 6.00 qo'yasizlar. Tamom, mana 6.00 ga o'zgardi. Ko'rdinglarmi? Biz ana shu kotirovkalarni mana shunday qilib qo'yib, narxini o'zgartirib chiqamiz. Ya'ni narx joylarini belgilab chiqamiz. Kod, ya'ni 6 kodi, 3 kodi, 9 kodiga qo'yib chiqamiz. Bunday qaraymiz, mana 3 ga kelsin, 3 ga keldi. Ana endi mana 3 ga kelganini men bunday ko'rib turibman va mana bu yerga koordinata ekranda shunchaki 00 ni o'chiraman. 00 qo'yaman mana bu yoqqa. Ha, 00 ni qo'ydim mana ga. 3 oxir mana 4-sifr 3 va 000 bo'ldi. Keyingisi. Bunisini ham bunday qilamiz. Tak 6 3 9 qolib ketdi. 9 ni qo'yamiz butun 000. Mana qo'yamiz o'rtoqlar. Xullas, mana shunaqa qilib terib chiqiladi. Shunaqa qilib terib chiqiladi va buni qanday ishlatamiz? Mana terib shuncha kotirovka terib chiqdik. Bu nimaga sabab bo'ladi? Ana endi aytaman o'rtoqlar. Endi qiziq joyi keldi. Misol uchun, bozorda ma'lum bir harakatni shakllanishini ko'ryapsiz, to'g'rimi? Ma'lum bir shakllanishni ko'ryapsiz. Ya'ni uptrenddan dalolat holatni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Yoki downtrenddan dalolat holatni ko'ryapsiz, mana shakllangan holatni ko'ryapsiz. Aynan bizaga mana bu yerda mana maksimum yangilangan bo'lsa,
Demak, bu uptrenddan ketayotgan dalolat, to'g'rimi? Maksimum yangilangan bo'lsa, bizda mana bu yerda maksimum, исторический maksimum yangilangan bo'lsa, mana bu yerda maksimum va minimumimiz bor degan, to'g'rimi? Minimum maksimum shakllanish qoidasi bor. Mana aytish o'ttirishga, ya'ni uni boshqa paytda yana dalancha o'rgataman. Juda ham oson, qiyin emas. Aynan shu minimum maksimum shakllangandan keyin e'tiborli bo'lasizlar. Mana minimum maksimum va mana bu uptrendda shakllanadigan yo'nalish. Ana endi bu qaytib kelib qaysidir joydan bizaga tepaga harakatlanish kerak bo'ladi. Aynan shu qaysidir joyda bizaga qaysidir kod to'g'ri kelib qoladi. Kod. Ya'ni qaysidir kod, mana misol uchun 4183 kodimiz. 3 kodimizga to'g'ri kelib qoldi. Deylik. 000. Aynan qaysidir kodimizga kelsa, bu o'sha koddan aynan qaytadi degan narsamiz, ya'ni strategiya to'g'ri. Professionalni ishlamaydi desam sal noto'g'ri ham bo'ladi. O'shaning uchun tushunib olinglar gapimni. Xullas, qaysidir kodga kelgandan keyin поглощение qiladi. Ya'ni uptrendda bu, shundoq ham. Uptrendda bo'lgandan keyin aynan biz aytgan kodga kelgandan keyin bu поглощение qilsa, u xuddi o'sha joydan tepaga qarab uchadi. Garantiya beraman demayman, lekin garantiya beraman. Nam demayman. Xullas, hozir tekshiramiz. Men mana qilaman, nima deydi? Pastda grafikda ko'rsataman. Backtest ko'rsataman sizlarga, sabablarini o'zlaringiz ko'rasizlar. Bitta narxni qo'yayotgan paytim o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar. Qayerdan retest bo'lib, qayerdan kasaniya bo'lib ketayotganini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib turasizlar. Xullas, bizning qilayotgan ishimiz mana shu yerdan qaysidir kodimiz sababchi bo'ladi. Bizda bilasizlar, поглощение nimaligini, ya'ni pastda tushib keluvchi shamimiz shunchaki oxirgi qizil shamni yashil sham o'z tanasi bilan yorib qo'yib, yopilgani u поглощение, ya'ni свечной разворот degan, to'g'rimi? Shu свечной разворот qilsa, demak o'sha bizning kodimizdan, ya'ni dальше yana davom etadi degan. Endi qaranglar. Mana bu narx tepaga qarab chiqyapti va исторический maksimum yangiladi. Исторический maksimum yangiladi. Endi teskari tomonga qarab harakatlanishni boshlaganda bizda mana bu yo'nalishimiz ichidan qaysidir kodga to'g'ri keladi, tepaga qarab pastga tushib, qaysidir koddan bu tepaga qarab yana tepaga ketish kerak. Mana qaysidir kod bo'yicha. O'sha kodlarimizni mana bunday kotirovkaga qo'yib olamiz. O'sha kotirovkani 1 punkt qiymati o'zgarishi 3, 6, 9 dan terib olsak, aynan qaysidir kodimizdan bu tepaga qarab chiqib ketadi o'rtoqlar. Strategiya mana shundan dalolat va bu yerda o'sha o'zimizni mana bu joyda kodga kelganda, hozir bu yerda ham bironta kod qo'yaylik, qaysidirga to'g'ri keladi, 9 ga to'g'ri keladi. Bu kodlar o'rtoqlar, mana shu kodni hech kim aytmaydi baribir sizlarga. Lutchi 1-2 yil, 5 yil, 10 yillab kutib yurmaylar, men aytib qo'yaman shu narsani. Bilmaydi ham ko'p kishi, chunki bu o'zimni avtorskiy. Tak. Lutchi o'zim aytib o'rgatib qo'yay, yuravermaysizlar. Minusda. Kimdir ham o'rgatish kerak sizlarga baribir shu narsani. Kimdir aytish kerak edi-ki shu narsani, ko'rsatish kerak edi-ki deydi. O'sha, xullas o'rtoqlar, qaranglar. Bizda ma'lum bir kodga keldi, поглощение qilishni kutamiz. Agar поглощение qilmasa, bilasizlar, ketaversin pastga tushib. Demak, pastdagi koddan ketadi u tepaga. Agar minimum yorib qo'ysa, bilasizlar, struktura dальше pastga downtrendga o'zgargan, demak, bitimlarimizni biz selga olishimiz kerak. U tepaga chiqqandan keyin yana qaysidir kodga borsa, pastga qarab ketishidan dalolat, downtrendga o'zgargan. Trendga qarshi yurmasanglar bo'ldi. Xullas, o'rtoqlar, qoidasini tushuntirdim, soddagina qilib. Xullas, mana bu yerga qaysidir kodimizga keldi. Ana endi hozir bunisini ham o'chirib turaveradi. Mana shunday chizib qo'yay. Mana shu keldi. Hali bizga sizlarga ochishimiz kerak. Sababi qanday? Mana yerda agar поглощение bo'lsa, mana qizil qo'ya qolaylik. Oxirgi qizilimizni bilasizlar, qoidasini. Oldingi strategiyalarni ko'ringlar, YouTube'ga qo'yganman. Switchning strategiyamizni bilib olasizlar. Ya'ni поглощение qanaqa shakllanishida oson. Misol uchun yashil sham поглощение qilib qo'yib, qizilni shpilkasini. Qizilda mana bu yerda shpilkasini ham bilasizlar. Shpilkasini ham buzib tana bilan yorib o'tgan bo'lish kerak, o'rtoqlar.
buzib tana bilan yoritgandan keyin biza qiladigan ishimiz shu tanasidan Fibonacci tortamiz. Faqat Fibonacci'ni 1.618 xohlasanglar shuni ishlatinglar, lekin bu strategiyani o'zini anonsi qayerga ketib qoldi? Mana ki. Bu strategiyani Fibonacci'si nastroykasi mana 1.700 2.700 2.700 1.700 zonalari. Bu boshqa, ya'ni bu aynan Nikola Tesla'ni 369 kodiga spesialniy men Fibonacci'ni moslashtirib qo'yganman. Fibonacci'da endi men dolga nimalarni to'g'rilab, qanday qilib men bu nazariyasini qilib chiqqanman, qanday to'g'rilab dolga tushuntirish, Lutsler strategiyani aytib qo'yaman. Xullas, aynan bizani 3 kodimiz qaysi kod ekan? 4189 kodimizga to'g'ri kelgan. 9 kodimizga keldi va paglashini qilsa, Fibonacci olasiz, minimumni tortasiz, bayga qarab zerga ochasiz. Kelgandan birdan bayga qarab bosavermaydi. To'g'ri, backtest qilasizlar. Backtest qilayotganlaringizda o'sha zonadan, o'sha siferdan siferga, siferdan siferga, siferdan siferga yururganini ko'rganlaringizdan keyin pamprapan bosadigan bo'lib ketasizlar qachondir. Lekin unday o'shanday qilmaydi. Pamprapan bosmaydi. Chunki bunday backtest qilganlarcha hamma ham miyasi o'ylaydi, mana zonadan zonaga, anondan koddan kodga yurar ekan. Lutchi shu kodga keldi serga, shu kodga keldi bayga oson bo'lar ekan deb o'ylaysizlar. O'shaning uchun o'rtoqlar лучше поглощение свечной разворот har doim struktura bilan ishlaymiz. Bu свечной поглощение, свечной struktura degani. Mana bu strukturamiz internal swing fraktal strukturalarimiz bor. O'shanda struktura ham hisoblanadi bu. O'shaning uchun har doim bozorda struktura bilan ishlaylar, o'shanda zo'r bo'ladi. Juma kuni ham kimdir strukturaga qaramasdan zek ochib minus qilaman deyman, bo'lmaydi. Kirmanglar deganda aytdim. Struktura qachon sitab bersa kirasizlar dedim. Lekin yaxshi joylarni shu o'rniga. Xullas o'rtoqlar, paglashina qiladi. Bizning garantimiz o'sha qoida. Garantimiz 1700, prognozimiz 2.700. 1.700 garant, 2.700 prognoz. Bir zonasida zerga ochiladi. 1.700 ga borsa save qilinadi, обязательно save qilmasdan turib bezbutga ko'chirmaydi hech qachon. Save qilinglar, ya'ni save degani ma'lum bir qismini yopasizlar. Ma'lum bir qismi aniq 70% ni yopasizlar. 70, ya'ni 10 ta zerga ochgan bo'lsangiz 7 tasini yoping, 3 tasini bezbutga qo'yib qo'ying prognozgacha. Degani o'rtoqlar, o'shaning uchun har doim save qilganinglarda keyin bezbutga qo'yinglar. Strategiyani qisqa va tezroq tushuntirdim. Vaqt ko'payib ketib qolmasin. Va qiladigan ishimiz shuki, bizani endi pastga tushamiz. Strategiyani teoriyada mana shunaqa holatda ishlatasiz. Juda sodda. Trend yo'nalishini aniqlab olasiz. Trend yo'nalishi uptrenddan qayerdan bilasiz? O'zidan oldingi maksimumni yorgan, demak minimum maksimumga maksimumni bilib olasiz. Shunchaki kvadrat tortsangiz ham bo'ladi. Kvadratni shunchaki tortasiz, ya'ni o'zlaringiz ko'zlarga o'rgatish uchun, oson bo'lishi uchun. Tortasizda va pastga tushib, aynan mana shu joyda kodlarni terib chiqasiz. Mana shu maksimum bilan mana shu minimum orasida kodni terib chiqasiz. 9 kodini, 8 kodini, misol uchun 6 kodini, misol uchun mana bu yerda 6 ni teraylik. 6 bo'yda. 6.000. Yaxshi. 6 ni qo'ydik bu yerga. 9 ni qo'yamiz. Uch qo'yilgan ekan joyda. 6 ni qo'yamiz. Bir marta chizsanglar bo'ldi shu narsani. Keyin bozorimda shakllanib, pastga tushadimi, qayta chizatmaysizlar. O'sha joydan o'sha joyga tiyib yurayotganini bemalol kuzatib turasizlar. Xullas, shundoq sizlar chizgan kod bo'yicha kelaveradi. Misol mana bu kodga paglashayni qilmayapti, bu kodga paglashayni qilmayapti. Pastga keldi, mana bu koddan tepga chiqib paglashayni qildida, bo'ldi, shu paglashayni qilgan joydan bayga olasizlar. Aynan bu kod sizlarga nima deydi, aniqlik va nima deydi, tiniqlikni beradi. Xullas, men juda ham mayda qilib yaqin qilib tashladim, unaqa bo'lmaydi o'zi. Hozir bozorda ko'rsataman. Xullas, kodga keldi, paglashayni qiladi. Paglashayni qilguncha kutib turasizlar, keyin сделкani ochasiz, stop loss minimumda qo'yasiz.
Stop loss minimumga qo'yasiz, сделка mabida ochasiz, garant 1.700, prognoz 2.700. Garantga borgandan keyin 70% save qilasiz, 30% bezubitga qilasiz. Bezubitga degan stop lossda 1 zonasiga qo'yib qo'yasiz, ya'ni сделка ochgan joyingizga qo'yib qo'yasiz. Ya'ni pastga tushib ketib qolsa, ya'ni minusda yopilmasligi uchun bu juda ham mazza. Bezubitga yopilishi, o'zi foydadan olib bo'ldingizda, bu bezubitga yopildi. Zarar bo'lmayapti, o'zi foydadan olib chiqib ketgansiz. Xullas, garantisiga kelmasdan ko'p holatda prognoz durib ketadi bu strategiya. Strategiya shundan iborat, ya'ni Fox Trade 369 kodi qayerga yozdim? Mana bu yoqda ekan. Fox Trade 369 kod strategiyasi. Hali bu shunaqa trend bo'lib ketadi, chunki ommaga chiqdi o'sha bu. Ko'rasizlar. Ana endi boshladik o'rtoq. Ana endi test qilamiz. Tak. Hozir o'zlaringiz ko'rasizlar. Men siferda yozib ketaveraman, sizlar tomosha qilasizlar. Mana qaranglar. 3dan. Ko'rdinglarmi? 3 kodini qo'ydim bu yoqqa. 3 kodini qo'ydim, o'sha 3da turibdi. Tak, ana endi nechini qo'yamiz? 3 9 qo'yamiz mana bu. 9 qo'yamiz. 0 mana. Kelgan trend mana bu yerda. Tepaga chiqdi. Shu koddan ketdi, paglashini pastga. Ben hozir birinchi siferlarni qo'yib chiqay, sizlar 3dan qanday kazaniya olganlar yoki retest olib pastga tushganlarni tomosha qilib turinglar, keyin yo'qida Fibonacci bilan test qilamiz, o'rtoqlar. Fibonacci bilan test qilamiz. Sanaymiz. Stop losslar ham bo'ladi. Stop lossda bo'lmaydigan narsa yo'q. Stop loss bo'lmasa traderlar qanaqa ishlaydi? Stop loss bo'lib turishi kerak. Stop loss bo'lmaydigan strategiyaning o'zi yo'q. Hozirdan aytib qo'yay, stop lossim bo'ldi demaylar. Qoidaga amal qilishsa, stop loss urish qiyin. Stop loss sizlarni qidirib yuriydi, qayerdan bo'lsa ham, qanday bo'lsa ham shu bolani stopini deb yuriydi. Xullas 3 qo'ydik, 6 qo'ydik, 3 6 mana bu yoqqa 9 qo'yamiz. Mana shuni o'yla efirga kirmaganlar afsuslar. Ko'rdinglarmi? Enterni bosganimdan o'zi joyiga o'tib oladi. Maksimumga o'tib oladi. 000 enterni bosaman. Tarsani qaranglar. Minimum. Ko'rdinglarmi? Mana pastga tushgan, tepaga chiqdi, mana bu yerdan ham ketdi pastga. Ko'rdinglarmi? To'g'ri. Juda kichkina strukturada o'zini anonsi bor. Katta strukturaga ishlashlari uchun 10 punkt qiymatdagi sifr o'zgartiriladi. Juda ham oson usulda tushuntirdim. 10 punkt qiymatdagi sifrga o'zgartirasiz. Katta maksimum minimumdan joyiga kelib chiqadi. Qarang, 3dan. Qarang, 3dan. Qarang, mana kelib turib mana shunday endi paglashini. Keldi mana shunday paglashini ketdi pastga. Mana shu. Hozir buni shunday topamiz, mana qarang. 3 maksimum topamiz. Ye? Mana shu ketdi. Mana bu. Hop, 0 qarang. Keldi mana shu yerdan ketdi pastga. Ketdi. Yana topamiz. Tak, 9. Qarang. 0. Hozir tayyor chiqibdi, shuni bosaman 0 qilib beryapti. Qarang. Mana istoriyalarga qaranglar, ketdi mana minimum maksimum. Tak. Mana qaranglar, mana. Keldi shu koddan shu kodga, shu koddan shu kodga, o'ynab shu koddan shu kodga, shu koddan shu kodga. Hozir ko'rasizlar, mana bularni ham. 6 qo'yamiz. Juda ajib-ajib bo'lib ketib qoladi, endi iloji yo'q. Zato aytgan joydan aytgan joyga ishlasa bo'ladi. Soqqan qilsa bo'ladi. Hozir
mana shu minimumda ham bor, mana minimumda ham to'g'ri kelib qoladi, mana minimumda borki. Hozir ko'rasizlar. 9 deb so'ra. Bu 0 tak, mana bunga to'g'ri kelibdi, bunga to'g'ri kelmabdi. Tak. 6 sifir. Xullas yetadi, vaqt cho'zilib ketib qoladi. Qaraylik, qanday qilamiz. Londondan boshlaymiz. Polni o'tkazib olamiz shu. Polni boshqa joyga qo'yaylik. Boshqa joyga qo'yib tashlaylik. Chizgan joylarimni ko'ramiz. Men hamma joyini chizayotmadim. Tushuna olasizlar. Bir kun oldingini ko'raylik mana. Tak, mana o'rtoqlar. Mana bu yoqqa keldi, ikkita kodni yig'ishtirdi. 6 9 paglashena ketdi tepaga. Pastga keldi, o'ynayapti mana shu kodda, 3 kodga. 3 kodga keldi, ketdi pastga. 3 koddan qayergacha tushib berdi? Ya'ni 3 gacha tushib berdi. 3 dan 3 ga tepaga chiqdi. Tak, qaysi 9 ni yorib o'tdi. 9 dan bitta retes oldida, keyin pastga paglashena qildi. 9 dan yana pastga paglashena qildi, retes qildi. Ketdi. 9 dan nechagacha? Bitta retes, 6 dan bitta retes, yana necha tushib berdi? 3 ga tushib berdi. 3 dan chiqibdi, necha? 9 ga chiqibdi. 9 dan necha tushyapti, qaraylik. 9 dan dalcha mana bironta paglashena qilmayapti kodga, ko'rdinglarmi? Kodga birontasi paglashena qilmayapti. Tipaga ketishni yo'qda. Pastga tushib necha kodga? 9 mi deyman, tepadagi 9 dan 3 gacha tushdi, ko'rdinglarmi? 3 ga tepaga chiqdi, mana birontasi paglashena qilmayapti kodda. Tepaga chiqdi, mana bu koddan selga paglashena qildi. Endi trendga teskari ko'rib turibsizlar. Tak, 3 dan qara, 3 dan 9 ga, 9 dan mana bu yerdan dalcha yana paglashena bayga paglashena ketibdi, selga paglashena yo'q вообще. 9 dan endi mana buni chizmamiz. Bu ham qaysidir kodga to'g'ri keladi. Masalan, mana shu nechidir kodga to'g'ri keladi. 6 ham necha to'g'ri keladi. 6 sifirdan ozgina o'tgan u, ya'ni dalch pastga ketgan. Mana shu yerdagi qaysidir sifir yo'qda. 3 9 to'g'ri ekan bu. To'g'ri ekan. Endi o'rtoqlar qaranglar, mana bu yoqqa keldi kodga. Koddan buzdida pastga mana ekan. Mana bu yerda paglashena qilib qo'yapti. Bunga kirmaysizlar o'rtoqlar, kirmaysizlar. O'rtadan, o'rtacha keldi, yetib kelmadimi? Yetib kelmadi, bo'ldi, kirmaysizlar. Qanaqa strategiyani ishlashni ko'rsataman. Hozir men koddan kodga sakrab yurishini men ko'rsatay. Keyin strategiyaga o'tamiz. Qaranglar, bironta paglashena yo'q. Mana bu kodga keldi. 9 kodi. 9 dan paglashena qilibdi bayga. Ketdi tepaga. Bitta tepaga chiqibdi. Qaysi kod? 9 dan 9 ga chiqibdi. 9 dan necha tushyapti? 3 ga tushyapti. 3 dan yana bitta paglashena ketdi tepaga. Tepaga chizmaganmiz, ya'ni dalch pastga mana. Endi bu yoqqa struktura o'zgargan, selga o'zgardi, ya'ni dalch ketyapti. Bitta o'ynayapti. Mana bu kodga 9 kodga o'ynayapti, selga paglashena. Tak, down trend bo'lsa, mana bu bayga paglashena qilgan. Endi bu kod bor-da bu yerda. Kod borligi uchun bayga paglashena qilgan. Down trend payti baygizlarga ochilmaydi, bilasizlar. Down trend payti faqat selga paglashena qiladilar. Xo'p, endi qaraylik, 3 kodidan ketdi paglashena necha boryapti? 6 kodidan paglashena bitta mana bu kodga 3 kodga retes olyapti. Necha kodgacha tushyapti? 3 kodga tushyapti. 3 dan 3 ga tushyapti. 3 dan bitta sakrayapti, necha chiqyapti? Tak, bitta sakrayapti-da, mana bitta retes qilib 9 kodidan 9 dan 3 kodga chiqyapti. 3 dan yana bitta retes, xuddi shu joydan yana bitta paglashena 3 dan ketdi. Necha tushyapti? 6 ga tushyapti. 3 dan 6 ga, 6 dan 6 ni yor, mana bu yerda tepadagi 6 dan 6 ni yorib o'tibdi. Bitta retes shu 6 ni o'zidan yana bitta tepaga chiqadi, paglashena bitta tepaga. Yana bitta pastga tushyapti, 9 kodidan bitta paglashena bayga ketdi, ko'rdinglarmi? Trend bilib olsanglar bo'ldi bunga. Umuman qiynama. Trend up trenddan bo'l. Kodimizdan. Trend down trendga o'zgardimi? Kodimizdan. Kodi. Mana kodi yozib ketib qoldi gap. Kodi mana biriktalar qo'shmadi, nimadirlar deb yozishyapti ekan, men nasiya. Ochib oldim. Uspet qilish kerak, o'rtoqlar, mana kodda aytaman dedim-ki men. Uspet qilish kerak edi. Sizlar mana ki ana efir kuzatib o'tgansizlar, kuzatib o'tiribsizlar.
Sizlarga kerak bu soha. Yaxshi ko'rasizlar, sidqidildan o'rganish uchun kimdir tekin narsa o'rgatyapti. Tekin bo'lsa ham foydali bo'lar menga deb kirasizlar. Mana shuni vijdonan mana shu narsani his qilganim uchun ishlaydigan, kerakli narsa beraman sizlarga. Hammani ham ro'zg'ori va bola chaqasi bor. Shu sohani orqasidan boqaman deyotgandir, budishini ko'rayotgandir. Alloh yo'lga ko'rsatman shu narsani. Shu komandalaringizda sizlar bizning Fox Trade'imizda ichida kanalga qo'shilgandirsizlar. Shu sizlarning komandalaringiz. Shu oilani ko'paytirish maqsadida mana shu kimgadirlar tashlanglar, ko'rsin. Kim mana shu narsani aytmasam hech kim bir tashlamaydi, to'g'risi. Ko'rsin, ko'proq odam ko'rsin mana bu qimmatli narsani degan maqsadda aytsam, shuni ham qilishmabdi-da ba'zilar akalar, nima deysizlar. Bo'ldi, qaysi kodimiz keldi? 3 kodimizdan sakradi pastga kelmadi. Mayli, paglashini bo'lsa ham ishlatmang bu yerda. Kodimizga paglashini bo'lsa ham ishlataverasiz. Xullas, ko'rdinglarmi o'rtoqlar, dahshat ha. Koddan kodga sakraydi. Chizilmagan. Chizsamki mana bular dahshat bo'ladi. Faqat mana flatni joylar ham o'sha kodga to'g'ri keladi. Flatni joyga luch ishlatmaylar, strukturamiz tushunib bo'lmay qoladi. Flatni joyga. Flatni joyda bilasizlar. Qanday joyga uchrashini bilasizlar, flatni joyda. Ya'ni bizda persatka joylari. Hozir yana ko'rsataman chizilgan joyda. Hozir men flatni joyda aytib ketay. Osiyo sessiyasini indikatorni ko'rsatganman, shuni yoqib olasizlar. Osiyo sessiyasidan va mana bu yerda London sessiyasi va New York sessiyasi bor. E'tibor berganimizdan Osiyodan London orasiga mana persatka joyi bor. Rang oppoq, rangli emas. Mana shu joyda o'rtoqlar trend mana bunaqa shakllanib kelib, down trenddan up trendga o'zgargan joyda, struktura up trend ketgan joyda bitta minimum yechadi, bitta dipdan yechadi, keyin mana bunday qilib yuriydi, ana shunday qilib ketadi o'rtoqlar. O'shaning uchun persatka payti flatni joyi bo'lib qoladi. O'sha payti strategiyalarni duvoyini ishlatmay turinglar. U sizlarga mana shuni yetib ortadi. Mana shu strategiya bu scalping uchun o'rtoqlar. Uzoq muddatda, o'rta muddatda emas. Buni o'rta muddatda ishlatishda o'zining yo'li bor. Bu sal qiyinroq o'rtoqlar. Lutchi mana shuni ishlab turinglar. Xudo xolasa o'rta muddatga kerak ham bo'lmay qolsa kerak qachondir. Chunki bunda o'sha parallel yurganlardan keyin nima kerak boshqa sizlarga. O'rta muddatda ishlashning o'zi yo'li bor. Ya'ni bir marta aytib o'tib ketaman. Bir punkt qiymati o'zgarishini biz kodimizga o'zgartiramiz. Aynan shu joyda bir punkt qiymat o'zgarish joyini yonidagi 10 punkt qiymat o'zgarish joyini siferni o'zgartirasizlar yoki shu siferga e'tibor berasizlar 3 ga 6 ga o'zi katta time frame'dagi o'zini kodlari kelib chiqadi o'rtoqlar. Tushunarli-a? Sal shamollaganman o'rtoqlar. E'tibor bermaysizlar. Xullas mana keldi. Qaysi kodimizda? 9 kodimizdan sakradi, pastga tushdi keyin. Paglashение down trend holatda. Men chizmaganman, shu ham qaysi koddan ketyapti. 9 koddan ekan. 9 koddan necha tushyapti? 3 kodga tushyapti. 3 ga bitta sakrayapti-da. Bu qaysi kodda? 9 dan bitta paglashение tepaga chiqyapti. Yana qaysi kod? 3 koddan yana tepaga chiqyapti. Pastga tushdi. Yana qaysi kod? 9 dan nechiga? 9 dan 6 ga, 6 dan 6 ga, 6 dan 6 ga bir-birini padajga qilib qo'yadi. 6 dan 3 dan 6 ga, 6 dan yana 3 ga, 3 dan nechiga? 9 ga. Xullas ko'rdinglarmi? Maksimum minimumlar bir-biri bilan shu sifr koddan kodga yuribdi. Biz ham buni o'zimizda trend yo'nalishimizga joylashtirib olib ishlataveramiz. Men buni nazariyasini, ya'ni aynan kotirovka narxlarida qanday joylab chiqishdi, ya'ni ikkita juftlik narxlarda joylashtirib chiqqanchidim. Oldin, ya'ni oldin 961 siferlarda joylashtirib chiqqanchidim, ya'ni to'rtta sifir. Xullas, aynan bu, ya'ni takomillashib o'sha Nikola Tesla'ning o'zining kodiga to'g'ri kelar ekan. Mani birinchi qilgan sifrlarimga nisbatan bunisi Nikola Tesla'ning juda effektivni ishlayapti o'rtoqlar. Juda effektivni ishlaydi. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana nechidan koddan kodga. Tak, ana endi o'rtoqlar, buni qanaqa qilib ishlatamiz, qanday qilib ishlatamiz? Buni hozir chizib olingan joyga o'tamiz. Aynan bu dam olayotgan, uxlayotgan paytimiz kechqurunki. Mana bu joyga o'tamiz. Mana o'rtoqlar, misol uchun qaranglar. Keldi qaysi sifrimizda? Mana
trendni ko'rib turibsizlar, shunchaki trendni tortsanglar ham bo'laveradi. Trend yordi, trendni yorgandan keyin o'rtoqlar pastga tushdi. Mana shu kodimizni down trend o'zgargan bo'lsa selga olishimiz kerak. Demak, biz kodimizni selga ishlatamiz. Tak, mana bu narsa pastga tushgan. Mana bu kod. Mana bu yerda paglashini qilgan tippaga va mana bu qaysi 9 kodimizdan yana bitta paglashini bo'ldi. Selga qarab olasizlar. Selga qarab olasizlar o'rtoqlar. Ya'ni 3 ta paglashini olgan ekan. Tanani yoritmagan. Ba'zi bir holatlarda o'rtoqlar qaranglar. Mana shu joyini aytib ketaman. MetaTrader 5 ta, misolcha mana bu shpilkasini mana tana yora olmagan, ozgina qilgan, to'g'rimi? MetaTrader 5 ta ba'zida yorib qo'ygan bo'ladi, lekin TradingView'ga yormagan bo'ladi. Agar MetaTrader 5 ta mana shu holatda yorib qo'ygan bo'lsa, bo'ldi, ishlataverasizlar. TradingView'ga qaramaysizlar. Chunki MetaTrader'ga haqiqiy o'zlari ishlaydigan brokerda sizlarga olib chiqib beradigan risk hisoblanadi, chart hisoblanadi. Bo'ldi. Agar TradingView'ga qilmagan bo'lsa, MetaTrader qilgan bo'lsa, buni ishlataverasizlar. Biz hozir TradingView'ga qilgan holatda ko'rib chiqamiz, test qilib, tushunib olishlaringiz uchun, ya'ni maksimumga tortdik, garantimizga kelib berdi, prognozni ham bittada urib bergan. Keldi. Qaysi koddan reaksiya olyapti? 6 dan olyapti. Reaksiya tepaga qarab, qaysi kodga? 6 dan 3 ga chiqdi. 3 dan nechiga tushyapti? Agar impulsli holatda qaranglar. Yashilda 1 2 3, uchinchisi pozna уже. Mana bunda ishlatmasanglar bo'laveradi. Mana bu ham boyagi holatda paglashini qilib qo'ygan bo'lsa, endi qaranglar, mana qoradan yashil sal pastda turibdi. TradingView sal noto'g'ri ko'rsatyapti. Agar shu yerda paglashini qilganda qanday qilib ishlatgan bo'laydilar. Agar mana uzun bo'lib qolsa, uzun esa o'z 5-sidan 4-siga o'tib ketyapti. Ya'ni paglashini qoidasiga to'g'ri kelmayapti. Paglashini qoidasini bilib olishingiz uchun switchning strategiyamizda 1-2 qismi bor. YouTube'da ko'rib olsanglar, o'rganib olasizlar. Bu strategiyani yana mashina tushunishingiz uchun. Ketdi, xo'p, mana bu kodga keldi. Mana bu qaysi kodda? 6 kodimizdan reaksiya oldi, tepaga chiqib, 9 kodimiz. 9 kodda ham bitta paglashini, mana 9 kodimizdan qaranglar. Paglashini bo'ldi selga. Bitta paglashini sel. Prognoz, garant, faqat prognozni ham urib beryapti, gap yo'q. Xullas tepaga chiqdi. Strukturamiz o'zgarganini ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Mana uptrend o'zgarganini bilamiz. Qayerdan? Chunki mana maksimumni yorib qo'ydi, bu uptrendga o'zgardi. Demak, bizga bu kodni endi buyga ishlatamiz, buyga. Tak, bu bitta retest, ya'ni mana bitta retestimiz sal opasniroq. Mana bu joyda, mana bu kod bilan mana bu kodni oralig'idagi, ya'ni 50% dan o'tish kerak. Qaranglar. Mana bu kod bilan mana bu kodni oralig'ida mana 75 dan tepaga 0.5 ga kelib turib, qarang. Mana bu narsa bunday chiqibdi, 0.5 ga kelib, keyin pastga tushgandan keyin mana bunaqa paglashini qilib qo'ysa, mana qora shamni 1 2 ikkita yashil sham paglashat qilgan. Bo'ldi. O'shandan keyin hamda qilib ishlatsanglar bo'ladi. O'shandan keyin ishlatsanglar bu 50% ga kelmagan. Demak, buni ishlatmaysizlar o'rtoqlar. Mana shu holatda ishlatmaysizlar. Strategiya juda oddiy. Strategiya juda oddiy. Struktura uptrendda bo'lsa, kodga keldi, buyga olasizlar. Downtrendda bo'lsa, kodga keldi, sellga olasizlar. Endi qaranglar, bu pastga paglashini qildi, bu uptrendda turibdi, biz buyga paglashini qilish kerak. Ya'ni mana bu kodimizni, qaranglar, mana kodni pastga chizmagan ekanmiz, 3 ga yaqinroq bo'lsa kerak. 3 ga. 3 kodidan ketyapti ekan mana o'rtoqlar. Mana 3. Mana chiza qolaylik. 3 dan ketyapti. Bu hammasi to'g'ri kelaveradi o'z sifriga. Umuman podozreniya qilmayman, mana keldinglar. 3 ga keldi. Qaranglar. Mana minimum bizda, mana maksimum, to'g'rimi? Minimum, maksimum. Bitta kvadratga olamiz. Kvadrat bilan ko'rsatib, oson bo'ladi kvadratga. Kvadratga oldinglar. Mana bu yo'nalishimiz, uptrend yo'nalishi, bitta retesimiz kelib, qaysidir kodimizdan paglashini qilish kerak. Demak, bizga 3 kodidan, mana bu koddan paglashini qiladi, bunisidan paglashini qiladi. 3 kodimiz keldi. Endi bu order bloklarni, zonalarimiz, SNR zonalarini tushunsanglar, shikarat bo'ladi. Eng muhimi, fraktalni strukturani bilsanglar, yo'g'irasizlar xullas. Fibonacci olamiz, paglashini qildi, bo'ldi, tortamiz, ketdi. Bir kunga o'zi 3 ta zdelka bilan mashina qilsanglar kerak. Qaranglar, qancha zdelka bo'lib ketyapti. Azarga kirib ketmaydi, u zo'r ishlayapti ekan deb bosur. Normalni 5-6 ta zdelka foyda olish bo'ldi, chiqib ket. Aylaning xullas, kimdir duosini oling bor. Xullas, o'rtoqlar mana ketdi. Maksimumni oldi. Mana maksimumimiz oldi. Bu sohaga yangi kirib kelganlar sal qiynalishi mumkin. Iloji yo'q-da, qilaylik. Maksimum oldi.
tepaga chiqdi. Tak, endi fraktalniy strukturaga ham qarash kerak ekan. Internalniy strukturalarni tushunib, fraktalniy strukturalarni qarasa yaxshi. O'shaning uchun o'rtoqlar maksimum minimumlarni sizlarga sal aytib ketaversam tushunmasliklaringiz mumkin. Misol uchun mana maksimumlar mana minimum internalniki, mana maksimumlar mana minimum fraktalniki, mana minimumlar mana maksimum stringniki. O'shaning uchun o'rtoqlar sal qiyin bo'lishi mumkin strukturaga. Mana minimumdan mana maksimumni tortadigan bo'lsak, mana tepaga chiqdi va pastga tushdi. Qaysi kod? 3 kodlar tepaga ketyapti. Mana 3 kodni поглощение bo'ldi bay. Mana ki bay. Ketdi. Garant oldi, orqaga qaytdi, bezobetga. Bo'ldi. Foydan olib chiqib ketdi garant. Endi qarang, pastga tushdi. Pastga tushdi, minimumni olib qo'ydimi? Bo'ldi. Men down slash down trend. Trendini tortmasanglar ham bo'laveradi. Trendini xohlasa tortinglar, xohlasa tortmaylar. Lekin mana bir minimumni olish kerak. Minimum oldi, biz down trendligini aniqlab oldik. Bo'ldi. Endi faqat har bitta kodimizda поглощениесini selga. Bironta ham o'zi stop urmadik, gap yo'q. Bu strategiyani hech kim aytmaychidi o'rtoqlar. Nima deydi? Bu strategiyani hech kim aytmaychidi, lekin aytishga kimdir aytishi ham kerak edi. Tak, pastga tushdi va tepaga chiqdi. Mana pasimiz, mana pastdagimi, mana bu yoqqa hech bo'lmasa 50% kelmagan, ko'rdinglar? 50% kelib turib hech bo'lmasa chiqsa edi, mana bu yerdagi поглощениeni ishlatsak bo'lajak edi. Kelmadi. Ko'rdinglar? Endi dash tushib ketaversin bizga, qiziq narsa. Pastga tushdi. Mana u 50% ga keldi, tepaga chiqdi, поглощение bo'lish sel. O'rtoqlar. Sel. Garantimiz tepaga chiqqan, biz o'tgan olgan ekan bu yoqqa. Gap yo'q. Mana kodimizga keldi, yaxshi, tepaga chiqdi. Endi bitta поглощение oxirgi yashilcham mana bu qizil, mana bu yashilcham bo'lib qoladi. Minimum yormasdan yana yashilcham shakllanayotgan bo'lsa, qarang, mana bu yashilchamni minimumni olib ketmasdan oldin yana yashilchamda shakllanyaptimi? Oxirgi sham mana bu hisoblanadi. Demak, mana поглощение qilgan. Yaxshi, mana поглощение qilgan. U mana maksimumga tortamiz, ketdi o'rtoqlar. Bitta garantga kelmagan, ko'rdinglar? Stop loss urmagan. Tepaga chiqdi, o ketdi. Bittada garant prognozdan o'tib ketgan. Endi qaysidir kodga kelgan, mana bu ham mana minimum qaysidir kodga to'g'ri keladi. Hozir ko'p ko'rsataman, balki to'g'ri kelar, balki to'g'ri kelmasdak. 9 ga to'g'ri kelgan. Idealni ishlamaydi chiqaysa o'rtoqlar 9 ga, tak, mana 9 ga pastroq ekan. 9 pastroq, pastga tushdi. Mana bu minimumimiz qaysidir kodga to'g'ri kelishi kerak. 3 gami? 3 ga to'g'ri kelarmikan? 3. Inflyatsiya darajasi bor, demak 3 ga to'g'ri keladi. Chizamiz. 3. 3 qo'yib ko'ramiz. Inflyatsiya darajasi bo'lsa 3 ga to'g'ri kelishi kerak. O, mana qaranglar. 3 zonadan ketibdi поглощение tepaga. Qaysi 3dan 3dan 3ga chiqdi. Ana shu 3dan bizga down trendda turibdi hali ham. Demak, biza yana selga поглощение topishimiz kerak. Oxirgi yashilchamimiz 1. Mana bu yashilcham поглощение qila olmadi qorasham. Demak, oxirgi yashilcham mana minimum ichida qolib ketgan. Demak, bu oxirgi sham hisoblanadi. Mana bu поглощение qilgan ekan. U juda kichkina ekanda bu. Garant prognozimiz juda kichkina bo'lib ketgan. Ha, bo'pti, mayli. Biz o'tga qo'yamiz, mana eng maksimumga qo'yib qo'yaveraylik. Ketdi, mana prognoz garant ketdi o'rtoqlar. Ko'rdinglarmi? Bironta stop yo'q. Men o'ylayman, to'rtta сделка bilan normalniy yetortadi. Har kun pribilda yuraversanglar bo'ladi. Jakob ishlatib uraversanglar, endi stop yeydigan joy qayerqa bo'ladi? O'rtoqlar, faqat New York sessiyasi bo'lib qolishi mumkin. Men lekin New York sessiyasiga ham, Londonga ham hali bu strategiya bilan stop loss yemaganman. Hatto boyki persatga joyda ham, flatga tushib qoladigan joyda ham stop loss yemaganman. Bunda aynan sizlar ehtiyotroq bo'linglar, lutchi xavfdan sal yiroqroq bo'lganlaringiz yaxshiroq. Sizlarni endi sal bilimlar sal kamroq bo'lishi mumkin-ku. O'shaning uchun flatni joydan sal ehtiyotroq bo'lasizlar va New York sessiyasida to'g'ri ishlatmay qo'yaveringlar. Ertalab soat 6 ga turasizlar, bomdod o'qiysizlar, bo'ldi. Beri ketdi. Abitgacha ishlaysizlar, Osiyo sessiyasi, peshindan keyin Londonga ishlaysizlar, bo'ldi, yig'ishtirasizlar, shomga ishlatmaylar. Shunaqa o'rtoqlar, strategiyamiz shundan iborat. Juda ham zo'r va tiniq va aniq ishlab beradi. Kodimiz 369 kodimiz. Mana shu strategiyamiz shundan iborat o'rtoqlar. Unda qiyin joyi yo'q. Ana endi tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol savol bersanglar bo'ladi.